Assalomu alaykum azizlar. Mana shu ibratli bir hikoya bor ekan, shu kitobda shuni o'qib bermoqchiman. Demak, Urayimjon Abduganiyev tomonidan yozilgan Quygil qulog'ingga pand degan kitobni 20-varaqda bir chiroyli narsa yozilibdi. Shuni bir eshitib ko'ringlar. Ajoyib saboq. Bir kuni dono olim shogirdi bilan dala bo'ylab ketayotsa, yo'lda eski oyoq kiyimiga duch kelishibdi. Poyabzal kambag'al bir dehqonniki bo'lib, daraxtning tagida yechib qoldirgan u, o'zi esa dalaga ishlashga kirib ketgan. Shu payt qiziqqon o'quvchi shayxga debdi: "Ustoz, keling shu oyoq kiyimini yashirib, dehqon bilan bir hazillashaylik." Kelib oyoq kiyimini kiyaman desa, u yo'q. "Qani nima qilar ekan, tomosha qilamiz, nima deysiz?" deb ustozdan so'rabdi. Muhtaramzod javob beribdilar: "O'g'lim, biz birovlarning g'amiga xursand bo'lmasligimiz darkor. Sen o'ziga to'q oilaning farzandi, muhtoj insonlarga saxovat ko'rsatishga qodirdirsan. Hozir o'sha poyabzalning ichiga pul solib qo'yginda, dehqonning qanchalik shodlanishini yashirinib tomosha qilamiz." O'quvchiga ustozning taklifi ma'qul kelibdi. So'ngra tezgina borib oyoq kiyimining ichiga bir qancha pul solibdi-da, o'zi ustozi bilan dehqonning harakatini kuzatish uchun daraxtlar ortiga yashirinib olishibdi. Birozdan so'ng ishlarini tugatib daladan qaytdi. Demak, birozdan so'ng dehqon ishlarini tugatib daladan qaytdi. Bir payt poyabzalini kiyayotsa, oyog'iga nimadir botibdi. Olib qarasa pul. Ikkinchi poyida ham pul borligini ko'ribdi. Bechora dehqon hayron bo'lib, ko'zlariga ishongisi kelmay, tushimmi yo o'ngimmi deya pulni oldi, orqasiga qayta qaradi. Tevarak atrofida hech kim yo'qligini ko'rib, pullarni cho'ntagiga solgach, qo'llarini osmonga ko'tardi. Ko'zida yosh bilan cho'kkalab Allohga shunday nido qildi: "Ey Allohim, o'zingga behisob shukr. Bemor ayolim va ochnahor o'tirgan farzandlarimga najot berganing uchun o'zingga hamdlar bo'lsin. Meni va oilamni halokatdan qutqarib qolding." Shunday duolar qilib uzoq osmonga qarab Allohga shukronalar aytdi. Bularni kuzatib turgan shogirdi ta'sirlanib, ko'zlari yoshga to'ldi. "Muhtaram ustoz, shunday dedi: birinchi taklifingni amalga oshirganingda hozir mana shu baxtni his qila olmas eding." Shogirdi: "Ustoz, bu men uchun bebaho ta'lim bo'ldi. Sabog'ingizni umrbod unutmayman. Bir hikmatli iboraning ma'nosiga sira tushunmas edim. Mana endi anglab yetdim. Olgandan ko'ra ko'proq hadya qilsang, baxt saodatga ko'proq erishasan." Rahmat.